Sergeli yoki algoritmda turadiganlar endi turkcha taomlarni yeyish uchun uzoqqa borishinglarni umuman keragi yo'q. Olim-polvon tarafda O'zturk kafesi ochildi. Hamma narsa juda ham mazali. Hozir sizlarga bittama-bitta ko'rsatib, menyu bilan tanishtirib o'taman. Shu videoda ko'rib turgan taomlaringlar bu menyuning bir qismi. Juda ham assortiment ko'p. Turkcha taomlarni hattoki 80% bor desam adashmagan bo'laman. Hamma narsaligi sveji. Menga yoqqan tarafi ular muzlatilgan yoki chetdan kelgan go'shtlarni umuman ishlatishmas ekan. Hammasi местный halol go'shtli ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, boshqa joylarda 110 ming, 100 mingdan sotiladigan Adana, kofta, beyti taomlari bu yoqda bor yo'g'i 70 ming so'm. Ham местный halol go'shtdan tayyorlangan, ham narxlari juda ham hamyonbop. Agarda siz Iskandar taomini yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, aynan shu O'zturkka kelib yeb ko'rishingizni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Chunki sveji hamda aytib o'tganimdek turk shef poveri tomonidan tayyorlanadi. Bugun biz ham oilaviy kelib, taomlardan maza qilib ovqatlanib ketdik. Pide deysizmi, Adana, kofta, beyti juda ham assortiment ko'p. 2 kishilik, 4 kishilik setlari ham bor. Oilaviy yoki do'stlaringiz bilan kelib bemalol ovqatlansangiz bo'ladi. Joylari uyutli, xohlasangiz pastda, xohlasangiz tepada o'tirsangiz bo'ladi. Bu aytib o'tganimdek turk shef poveri bo'ladi. Selamünaleyküm. Öztürk kafemize hoş geldiniz. Sizleri her zaman burada bekliyoruz. Her zaman gelin.